Keling qolib bitta rentgen ko'raylik, tag 20 ga ko'rasiz. To'xta. Knopkani bossang bu hayotdan ko'z yumasan. Bo'ldi, okey. Men domanasi qoqshyapti. Men senga ayolim homilador demomidim. Nimaga rentgen qilmoqchisan? Rentgen zararligini bilmaysanmi? Maqsading nima o'zi men tushunmadim. Hozir o'chir rentgenni, qo'yib qo'y joyiga. Xo'p, Gapir, nima hozir bosing, demoqchisan? tushuntirib beraman. Pistolet tushirib Okey, ishlatayotgan rentgenimiz sifroy rentgen hisoblanadi va odam organizmiga deyarli zararsiz bo'ladi, okey? Misol uchun, odam organizmiga xavf keltirish mumkin bo'lgan rentgen dozasini hisoblab chiqishgan va dunyo standarti bo'yicha 1 millisievert 1 yil ichida tinmay rentgen olinsa, odam organizmiga sal bo'lsa xavf keltirish mumkin. Stomatologiya tomonidan olsak, bu 18 marta og'iz polni rentgen qilishadi ortopedamaga. Shunaqa qildirsangiz, 14 marta terga ortodontlarni biriktirib qo'yadiganlar ishlatadigan rentgenni qildirsangiz, 10 marta kompyuterli tomografiya, to есть bu xirurgiya, implant uchun qilingan rentgenimiz va 200 marta tepa jag'i rentgenni va 400 marta pastki jag'i rentgenni qilsa, xuddi shu dozировка chiqib keladi. Yanada tushunarliroq bo'lishi uchun, okey, qarang. Bitta qotgan rentgenimiz 0.05 millisievert. Bu 2 soat samolyotda uchish bilan barobar. O'shaning uchun, okey, ko'nglingiz xotirjam qo'ying. Inshaalloh, Xudo xolisa zarar qilmaydi, okey? Tushundingizmi, aka? Unaqa asabiylashmang, xudo xohlasa unaqa zarar qiladigan narsa ishlating. Hozir stomatologiyada umuman izlashga bermaydi, okey, inshaalloh. Xola keling, ko'p qo'ying.